Salom hammaga. Shundoq tezgina multiple choice savollarni ishlab yuboramiz. Pretestdan passage 3 ozgina qiyinroq bo'lishi kerak bu. Birinchi savolimiz multiple choice ishlaganda doim savollarni o'qib, topib passagedan javoblarni topgandan keyin, savolga javob topgandan keyin optionlarni o'qisak bo'ladi. Bu ancha tezlashtiradi, yoki chalkashmasligimizga yordam beradi. Okay. Ko'raylikchi 30-savolga qayerdan topar ekanmiz javobni. What does the writer suggest about art museums in the first paragraph? Hozir birinchi paragrafdan javob topamiz. Javobimizda so'rayaptiki, art museumlariga haqida writer nima fikrni bildiradi, nima suggest qiladi. Birinchi paragrafni topamiz javobni. Boshlasak bo'laveradi demak. Most great art museums have personalities. Ko'pchilik art muzeumlarda personality bor ekan, ya'ni o'ziga xoslik, xususiyatlari bor ekan. Art muzeumlar, mana art muzeumlar, demak art muzeumlarni personalitysi bor ekan. Mana bu writerning fikri hozir. Personalitysi bor ekan, based on the combined effect of their permanent collections and the buildings they occupy. Nimaga asoslangan? Permanent collectionlarga asoslangan va yana the buildings they occupy, ular occupy qiladigan, egallaydigan binolarning, o'shalarning combined bo'lgan, qo'shilgan effektiga asoslangan o'ziga xos xususiyatlari bo'lar ekan art museumlarni. Mana bu yozuvchini fikri. Demak, yozuvchi aytayaptiki, ularning permanent collectioni va ularning binosi ularni qanaqaligini ko'rsatib beradi, personality'sini ko'rsatib beradi. Shunga xos personality'si bo'ladi muzeumlarni, xususiyatlari bo'ladi demoqchi bo'lyapti. And the Cleverland Museum of Art is no exception. Cleverland Museum ham shular qatorida. The museum's nechadir million expansion and renovation project give the institution a fresh. Demak, bu yoqda Cleverland museum haqida bo'lib ketdi. Umumiy muzeumlar haqida emas. E'tibor bersangiz mana bu yerga muzeumlar haqidagi fikr so'ralyapti. Boshqa joyda bormi muzeumlar haqidagi, boshqa muzeumlar haqidagi fikr? Innovative, the change focuses on social equality, can be some. Bu Cleverland haqida qolgani. Demak, bizga kerakli joyi mana. Art museumlarni personality'si bor ekan, o'sha personality'si nimaga bog'liq ekan? Ularni permanent collectioniga va binosiga bog'liq bo'lar ekan. O'sha javobni topishimiz kerak bo'ladi endi. The focus of an art museum should be on the culture va unaqa narsalar emas, uni o'ziga xos xususiyat haqida bo'lish kerak bizga hozir. An art museum's permanent collection, mana art museumning permanent collectioni determines its popularity. Popularity-ligi haqida gapirmadi. Mana bu yerda bu shunchaki uni xususiyati shu bino bilan permanent collectioniga, ya'ni muqimiy collectioniga bog'liq, kolleksiyasiga bog'liqligini aytib o'tdi. The cost of an art museum's renovation often attracts public attention. Cost haqida, bu narsa haqida emas, bu mana bu Cleverland haqida pul aytildi, lekin bizga umumiy muzeumlar haqida emas. Both the art and building create an art museum's character. Character degani personality'si degani. Demak, mana bu bino, occupy qilayotgan binosi va collectioni birgalikda uni personality'sini, ya'ni charactersini belgilab beradi. Javobimiz bo'ladi shunda D. Keyingisiga 32-siga. What does the second paragraph say about the display of art in the renovated Cleverland Museum? Renovated bo'lgan muzeumda ikkinchi paragrafda aytar ekan bizga hozir. Ikkinchi paragraf informatsiya berar ekan, o'sha displayga informatsiya berar ekan, qayerdagi renovated bo'lgan, yangilangan Cleverland muzeumidagi display haqida nimani aytadi. Biz hozir mana shu narsani target qilamiz. Ikkinchi paragrafda o'sha display haqida nima informatsiya beradi? Mana bu renovated yoki boshqa narsalar emas, ichidagi devorlar yoki kitoblar emas, aynan o'sha display, kolleksiya haqida nima informatsiya beradi? Hozir ko'ramiz. Hozir o'qib borib aynan renovated degan qismni duch kelguncha o'qiveramiz.
America's large art museums tend to segregate their collections in self-contained departments. Amerikani katta muzeumlari odatda segregate qilar ekan, ajratar ekan kolleksiyalarni departmentlarga, alohida departmentlarga, bo'limlarga ajratar ekan. Treating art history is a straight line chronologically. U chronologik jihatdan bir qator qilib joylashtirar ekan. Ya'ni deylik 1000-yil, 1200-yil mana shunaqa qilib joylashtirar ekan. Grouped by nima chronologically bo'lar ekan? Grouped by Western notions of scientific and technological progress. Ular departmentga joylashtirar ekan. G'arbiy fikrlar, g'arbiy tushunchalar, scientific va texnologik progress bo'lgan nima davrlar bo'ylab anaqalar ekan, joylashtirar ekanda Amerikadagi muzeumlarda. Misol uchun mashinani ixtiro bo'lishi, industrial nimalarni ixtiro bo'lishi, mana shunga o'xshash qilib joylashtirar ekan, gruppa qilib. Bizga u kerak emas. They begin with the ancient past and proceed up to the present. Demak, ular o'sha qadimdan boshlar ekandagi hozirgacha taxlab qo'yar ekan, mana shunaqa qilib. At the renovated Cleveland Museum, mana bu kerak bizga. O'sha renovated Cleveland Museumdagi display haqidagi informatsiya kerak bizga. At the renovated Cleveland Museum, qayerdagi permanent kolleksiya galereyalari katta central atriumda o'rab turar ekan, o'sha Cleveland renovated Cleveland Museumida. O'sha joyda art history now unfolds as a 5000 year global dialogue. O'sha joyda tarix xuddiki 50,000 yillik international global dialog sifatida mujassamlashadi. Unfold bo'ladi degani story unfolds esa story davom etadi degani bo'ladi. Demak, dialog sifatida ko'rinar ekan o'sha history o'sha joyda. Among civilizations without a sense of hierarchy. Bu yerda hierarchy yo'q ekan. Ya'ni bitta davrni boshqa davrdan ustun yoki past, masalan texnologik jihatdan mana bu davrda yaxshi rivojlangan, bu davrda past bo'lgan degan past baland tabaqalashish yo'q ekan o'sha Cleveland muzeumida. Bizga display hol aytilmadi, hozir ko'ramiz. The museum's new layout emphasizes, yangicha strukturasi, layouti emphasize qilar ekan, urg'u berar ekan, a sense of balance, balansga urg'u berar ekan. Ya'ni yana bittasi hierarchy qilmasdan balansga urg'u berar ekan, and connection among global cultures va global kulturani bog'liqligiga e'tibor qaratar ekan. Misol uchun Amerikada mana bu davrda juda ham rivojlanish bo'ldi, bu davrda bu deb ajratmas ekandagi hamma narsa global, hamma tomonga e'tibor qaratar ekanda, bir xil balans qilishga harakat qilar ekan. And especially between Asian and Western art. Demak, Asian artga ko'proq, Western artga ko'proq e'tibor qaratar ekan. You can cruise from ancient Greece or medieval France. Misol uchun qadimiy Gretsiyadan tortib Fransiyaga yoki bo'lmasamga 16-asr Yaponiyaga yoki 17th century Cambodiyaga nima qilishingiz mumkin? Cruise qilishingiz mumkin. Erkin aylanib yurishni cruise deydi. Kemada sayohat qilishni aytadi odatda. Demak, sayohat qilsangiz bo'lar ekan. Mana shu Kambodiyani 17-asr bor ekan yerda, shu hamma davlatlarni nimalari yozilgan ekan. Hamma davlatlarning kolleksiyasi qo'yilgan ekan o'sha joyga. And with ever visible atrium in the heart of the museum layout as a useful central point of orientation. Va o'sha atrium markazida ekandagi orientation the useful point of orientation ekan. Orientation degani yo'l, orientingizni aniqlash, joyingizni aniqlash. Shunga bu atrium yordam berar ekan o'rtadagi. Xo'p, kolleksiya nimaga e'tibor qaratadi? Balansga e'tibor qaratar ekanda, hamma davlatlardan nima qilib qo'yilgan ekan. Balansga e'tibor qaratilgan ekan. The permanent collection has been given greater permanence. Hech qanaqa greater permanence, ya'ni bittasi maqtalmagan, boshqa qilinmagan. The art is arranged to reflect its international nature, global
mana bu yerda global dialog, hamma davlatlardan bor, international tabiatiga e'tibor qaratgan. Rostdan ham ular shunaqa arrange qilganki, balans bo'lganda global tarixga e'tibor qaratgan. Mana bu javobimiz to'g'ri kelyapti. The artworks are organized according to advances in technology. Texnologiyani rivojlanganiga qarab anaqa qilingan yo'q, bunda teskarisini aytdi, naborot balans qilingan deb aytdi. Qayerdadir rivojlanish bo'lgan, qayerdadir qolib ketgan demadi. The prominence of the Western art collection has been reduced. Yo'q, hech qanaqa bir reduced, increased, ya'ni bittasi maqtab, ikkinchisi kamaytirilmadi maqtab. Bunga javobimiz bo'lar ekan B. Keyingisi, what are we told about the Cleverland Museum before it was renovated? Renovated bo'lishdan avval nima aytilgan? Biz hozir renovateddan avvalgi informatsiya kerak. Shunday qaraymiz. Renovated. The museum emphasized bu ketdi, Cambodia overall message bu ketdi. Chronologically hasn't vanished. However, broad sections of the museum, particularly those dealing with Western art inside the museum's renovated 1916 building and its new east wing, are organized according to both geography and the march of time. But before its renovation, before its renovation, uning renovation va expansionidan avval deyapti. The museum more or less forced visitors to follow a strict linear framework. Renovation bo'lishdan oldin museum visitorlarni majbur qilar ekan. Shunaqa struktura shunaqa bo'lganki, visitorlar follow qilish kerak, ergashish kerak bo'lgan strict linerga. Ya'ni bir qator bo'lib aylanib ketaverishingiz kerak bo'lgan. Xohlagan joyingizga keta olmagansiz. Shunaqa aylanishga majbur qilgan strukturasi. Once you started, bir boshladingizmi, it was hard to bail out in the middle. Chiqib ketish qiyin bo'lgan. O'rtasida chiqib ketishingiz kerak, qiyin bo'lgan. Ya'ni boshladingizmi yoki oxirdan chiqasiz yoki boshdan chiqasiz. Shunaqa liner bo'lgan ekan. Nima bo'lishdan avval, renovated bo'lishdan avval. Former directorga o'tib ketdi. Mana shu gapni informatsiyani ko'ramiz endi. The sequence of displays was confusingly aytilgani yo'q. Visitors has little choice about the route degani bora olishi, yo'nalishi. Mana shu narsalarga aytilyapti. Visitorlar liner route dan yurgan faqat. Demak, had little choice about the, demak little choice, mana bu IELTSda juda ko'p mana shu grammar nima qilinadi, qo'llaniladi. Ya'ni ularda tanlash imkoniyati yo'q edi degani bo'ladi. Little choice desa, tanlash imkoniyati bor degan ma'noni bermaydi. Ularda tanlash imkoniyati bo'lmagan, the route they took through the building. Route tanlashga imkoniyat bo'lmagan. Mana shu mana bu yerda aytilgan. Ya'ni bitta nimaga follow qilgan, line'ga. Javobimiz bo'ladi hozir bunga B. Many visitors choose to leave the gallery without saying yo'q. There was not enough information emas. Javobimiz bo'ladi B. What does the writer suggest about the use of phones in the museum in the fourth paragraph? 5 paragrafda telefonlarning ishlatilishi haqida qanaqa informatsiya beradi bizga? Tak, 1 2 3 4. Mana bundan hozir telefonlar degan joyini topamiz. Shu telefonlar ishlatilishi haqidagi informatsiyani topishimiz kerak bo'ladi. Today, the ease of moving from one part of the museum to another makes it possible to dip into or out of the flow wherever you like. And to make cross-culture comparisons. Finding one's way has also been facilitated by the museum's Artlands mobile app. Demak, ular hozir mobile appdan foydalanyapti ekandagin, shu odamlarni finding one's way, yo'lni topishiga imkoniyat yaratilibdi. Telefonni appidan foydalanib, sizga app bitkazib berar ekan, o'shanga qarab yo'lni topar ekansiz. And the 40-foot long collection wall bor ekan, 40 metr ekan. Tak, an interactive screen, bu bitta screen ekan, ekran ekan, that enables visitors to visit audio tours or create their own tour and transfer the information to their smartphone. Demak, o'sha nima
o'sha ekran orqali ham audio tour qilsangiz bo'lar ekan. Shunaqa videolar bor ekan, o'shani ko'rsangiz bo'lar ekan, aylanib yurmasdan. By capitalizing on the mobile devices, telefonlarga ishlatish orqali, capitalizing on degani shundan foydalanish, shunga pul tikish degani, shundan foyda olish degani. Demak, telefonlardan foydalanib, the museum has kept its gallery installation free of explanatory video screens. Museum has kept its gallery installationlarini saqlab qolibdi. Installation degani shu galleriyaga qo'yib qo'ygan narsalar, install qilingan, o'rnatilgan narsalar. O'sha o'rnatilgan narsalarini video explanatory videolardan ozod qilib qolibdi. Ya'ni mana shu videoda tushuntirib berilgan bo'lar ekan o'sha artefaktlarni, o'sha yoki installationlarni o'sha videodan free qilibdi. Endi o'sha videoni qo'yishni hojati qolmabdi ekranlarda yoki bo'lmasa digital interfaceslarda. Muzeyga borsangiz, muzeymga ekranlar qo'yib qo'yadi, o'shanda yozilgan bo'ladi informatsiya. O'sha narsani olib tashlashga imkoniyat beribdi bu narsa. That would distract from the art on view. Bu esa o'sha ekranni qo'yib qo'yish chalg'itar ekan artdan. Shuning uchun ham o'shani olib tashlayapti va bunga telefon yordam beribdi. Endi menimcha telefonga tashlab beradi informatsiyalarni. The overall philosophy of the museum gallery installation is to keep things simple, to get out of the way, and to let the art speak for itself. Visitors are sometimes distracted by interactive smart. Yo'q, distracted, telefondan distracted bo'lish aytilmadi. Telefon shunchaki ularga boyagi video explanatory explanation qiladigan ekranlarni olib tashlashga yordam bergan. Large video screens are more distracting than smartphones. More visitors listen to audio guides. Ko'proq visitorlar audio guidelarni eshitadi. They have smartphone. Yo'q, unaqa emas. Smartphone apps mean less information. Less information degani videolarni olib tashlagan degani. Smartphone applar shuni anglatgan. Is displayed near the artwork. Artworkni yoniga qo'yib qo'yilgan boyagi informationni olib tashlashga imkoniyat bergan. U chalg'itishi mumkin deb. Bu esa uni telefonlarga tashlab berishga imkoniyat bo'lgan bo'ladi deydi. According to Jeffrey Streen, the aim of the Cleverland Museum's renovation was, biz museumning aimi haqida nima maqsadi, renovation qilishdan maqsadi nima bo'lganligini topishimiz kerak. Shuni bizga Jeffrey aytish kerak. Jeffreyni topamiz hozir endi. Jeffrey. Mana Jeffrey. Mana the goal, the aim, the goal of the projectning goal was not just to significantly expand the display. Projectning maqsadi nima bo'lmagan? Display areani kattartirish bo'lmagan, muzeumdagi display qilib qo'yilgan joyni kattartirish bo'lmagan. Jeffrey Streen, the museum's director of design and architecture, says, Jeffrey shunaqa deb aytar ekan, bizga displayni kattartirishni xohlaganimiz yo'q. We wanted to show approximately the same amount of art. Biz deyarli o'shancha miqdordagi artni ko'rsatmoqchi bo'ldik. Demak, joyni kattartiryapti-da, o'shancha miqdordagi artni qo'yyapti faqat. Shunaqa qilmoqchi bo'lyapti. But give it a breathing room. Nafas olishga bir imkoniyat yaratib bermoqchi bo'ldik. Ya'ni demoqchiki, bemalolroq tomoshabinlar bemalolroq bo'lsin degan maqsadda joyini kattartirgan ekan bular. By virtue of its relatively manageable size and vastly improved interior layout, demak uni manageable size orqali, kichkinaroq size va improved qilgan, yaxshilangan ichki dizayni orqali Cleverland Museum has a clarity and intimacy that might be envied by its larger peers. Unda shunaqa aniqlik bor ekan, clarity bor ekan va intimacy bor ekan, shunaqa yaqinlik bor ekanki,
undan ham katta galeriyalar o'shani envy qilsa bo'ladigan, havas qilsa bo'ladigan, ko'ra olmasa bo'ladigan narsalar bor ekan. Shunaqa ekan layouti. Including the nimadir artlar. The Philadelphia art. The sense of focus in the Cleveland stems not just from the museum's new layout, but also from the general nature of the permanent collection as an assembly of singular objects selected as examples of their kind. Okay, bizda renovation qilishga maqsadini topdik. Bu displayni kattartirish emas, shunchaki odamlarga breathing room berish, joy berish, ya'ni bemalolroq aylanishga imkoniyat berish. Ko'ramiz. To make space for large artworks to be more yo'q, artworklarga joy yaratamiz demadi. Create an art museum that was as good as those in boshqalariga taqqoslangani yo'q. Bu shunchaki mana bular yozildi, shunchaki ular ham havas qilsa bo'ladigan narsa bo'ldi bu deb aytildi. Allow more space for the existing artworks to be displayed. Mana bu qarang, ko'proq nima qildi? Allow more space, ko'proq joy imkoniyat berildi o'sha mavjud bo'lgan existing artworks, mavjud bo'lgan artworkga. Xuddi o'shancha amount of artwork the show qilishni xohladik deyapti, lekin deyapti ko'proq joy bilan. C bo'ladi bunga javobimiz. Increase the amount of art on display in the permanent collection. Yo'q, displayni ko'paytiramiz deyiladi. Menimcha bu 34-chi va oxirgisi edi. Videomiz katta bo'lib ketdi. Men plan qilganimdan keyingilarni short qilishga harakat qilaman.